Biz bu qadam darsda ayırıp elish texnikasiga to'xtalamiz. Bu ayırıp elish texnikasi degan nima degan chog'da ba'zi vaqtlarda, masalan, bu misolga o'xshash ma'lum bir shakllar bizga yarab qolgan bo'lsa, biz uni tahrirlamoqchi yoki buning keyin taglirini o'zgartmoqchi bo'lgan chog'da biz bu jismlarni yoki obyektlarni suzishga, ya'ni tanlab ayrilishimiz to'g'ri keladi. Biz buni qanday ilib boramiz? Bunun bir qancha qadamlari bor. Masalan, bu misolga o'xshash taglik bilan bu jismlarninki, bu obyektlarninki chegaralari intayin suzuk, aniq bo'lgan bo'lsa, biz buni har xil usullar bilan, masalan, birinchisi salma silish qurolidan foydalansak bo'ldi. Buning ichida biz magnitli salma silish quroli orqali ba'zi shakllarni nihoyat osonlik qila olamiz. Masalan, men hozir bir shaklni bir aylantirib chiqsam, magnitli salma silish quroli bizga avtomatik mana qirlarini to'nib, aqliy iqtidor orqali bizga ayirib berishga tirishadi. Yanağıda qo'shib chekversam bo'ldi yoki boshlagan nuqtaga kelib cho'chtirasam bo'ldi. Cho'chtirib bo'lgandan keyin bu shakl ayrilib chiqdi. Men bu shaklni endi har xil usullar bilan yo'tkazsam bo'ldi yoki yangidan bir bat ko'chirib olsam bo'ldi. Men bu yerda masalan bu shaklni tanlab turib, mushat ramkalab bo'lgandan keyin keyindagi taglikni o'chirib olsam, quluplanganlikni o'chirib o'tgandan keyin men buni ko'chirib olsam bo'ldi. Ko'chirib bo'lgandan keyin yoki Ctrl X knopkasidagi Ctrl X knopkasini tanlash orqali buni men kesib olaman. Vaqtni kesib bo'lgandan keyin yana bir batdan birini qurib, shu batga men buni qaytadan chaplab olsam bo'ldi. Chaplagan chog'da takrorning ichidan chaplashga yoki Ctrl V tez ijro qilish belgisi orqali buni ijro qila olamiz. Chaplab o'tgandan keyin men bu shaklni erkin ishlata olaman. Yo'tga olaman yoki rangini o'zgartira olaman. Boshqalarga ta'sir qilmaydi degan gap. Endi men ikkinchi yandagi ba'zi shakllarni yana olish uchun qanday qilishim kerak degan chog'da, balkim men yanala shu magnitlik salma silish quroli orqali oldirmay buni uzib olsam bo'laverdi. Lekin buning yuksak savarchanlik ketadi. Uningdan oson usul bormi degan chog'da, men balkim murakkab shakllarga kelgan chog'da, lekin qirlar aniq bo'lgan ahvolda men tez tanlash qurollarini foydalansam bo'ldi. Tez tanlash qurolining birinchisi tez tanlash quroli, ikkinchisi sehrli to'qmoq quroli. Ben bunu tanlab bo'lgandan keyin yengilib o'tay, hammasi shikolat keldi. Kelgandan keyin men shu doiradagi tanlamoqchi bo'lgan shaklni ustiga kirib cheksam, bu doira avtomatik tanlandi. Men shu orqali bu shaklni tanlab olsam bo'ldi. Yoki buni texim qo'yish orqali men bu qaychi bilan yenidagi bu shaklni ilvash uchun yana bir cheksam, lekin bu doiralar tanlanmabdi. Men bu doirani tanlayolmadim uningda davomli tanlasam bo'laverdi. Şunun bilan ben ko'paytirish usullari, kesilish usullari, ayirish usullarini mashg'ulot ilib borsam bo'laverdi. Bundan boshqa sehrli to'qmoq quroli. Ben hozir mana ikkisini o'chirib Ctrl D bilan bekor qilib bo'lgandan keyin yenidagi texnik murakkab bir shakl turibdi. Men buni ilish uchun qanday qilaman? Sehrli to'qmoq quroli orqali mush obyektning ustiga kelib chekkandan keyin bu avtomatik tanlandi. Men buni yana kesib olay. Ctrl X orqali kesib olgandan keyin yana bir batdan birini ustiga qurib ben bu yerga chaplab chaplab Ctrl V ni bosib bu shakl hozir yangidan shakllandi. Endi men bu ikki shaklni ayirib olgan shaklni men rang o'zgartirish ishlarini ilib borsam bo'laverdi. Men bu shaklni qayta tanlamoqchi bo'lgan chog'da shu qavatni tanlab bo'lib, undan keyin Ctrl belgisini chekib turib, knopkaning sol tarafini bosgandan keyin bu avtomatik mush shakl ramkalanib chiqadi. Men undan keyin rang o'zgartirish ilib borsam bo'ldi. Masalan, buningga men endi qizil rangdan boshqa seriq rangli bir xil rang beray. Bergandan keyin tanlab bo'lgan, musholat tanlab bo'lgandan keyin men Ctrl taqtisidagi tez ijro qilish belgisi ust rangni berganligim uchun Alt bilan Delete knopkasini bosgan chog'da buning rangini o'zgartirish ilib bera olaman. Agar keyinni rang bermoqchi bo'lsam, Ctrl bilan Delete belgisini bossam bo'laveradi. Masalan, keyindagi rangni men suz qizil ranglik yoki suz ko'k ranglik degandek bir rangni tanlab qo'yib turay. Undan keyin men bu yerdagi yana bir shaklni uningga suz ko'k ranglik, havo ranglik rang tayyorlash uchun men bu shaklni tanlab turib, yoki Ctrl knopkasini bosib turib, shu shaklni bosgan chog'da avtomatik tanlandi. Tanlangandan keyin men buningga keyingi rangni berganligim uchun Ctrl bilan Delete belgisini bossam, buningga rang o'zgartirish ilib bora olamiz. Bu bir xil usul. Endi
Bu usullardan boshqa men keyin taglikni butunlay oq rangni o'zgartirishni qanday qilaman degan chog'da buning bir qancha usullari bor. Masalan, men keyin taglik oldim. Hozir men buni tanlab olmay turib keyin taglikni o'zgartmoqchi. Qanday qilishim kerak? Buning uchun men har xil usullarni qo'llansam bo'ldi. Masalan, yana bir usul bu yerda o'chagich. Bu sehrli o'chagich quroli avtomatik tonish iqtidoriga ega. Masalan, bu doirada oq rang aniq chegaralar aniq bo'lgan bir rasmlar bo'lganligi uchun men bu oq rangni o'chirib o'tmoqchi ham boshqa yangi bir rang kirgizmoqchi bo'lsam qanday qilaman degan chog'da men shu taglikni tanlab bo'lib oq rayonga o'chagich orqali butun keynni o'chirib olsam bo'ladi. Anadan keyin o'chirilmagan doirlarni qayta o'chirib olsam hozir ma'lum bir keyin taglik o'zgardi. Amman keyin taglikka o'zim xohlagan rangni bersam bo'ldi yoki buni berish uchun men bularni ayrilish saqlab turish uchun ostiga yangidan bir bat quray. Mana bu qurishning usuli boshqa nuqtadan turib control harfi bilan yangi bat qurish knopkasini bosgan chog'da shu batning ostiga yangi bat qurildi. Men shu yangi batga yangidan bir xil rang beray. Masalan, so'z yeşil rangli degandek. Bo'lgandan keyin men butun batni keyin taglikka rang bera olgan uchun alt bilan deleteni bosgan chog'da bu keyin rang butunlay o'zgardi. Bu hamda qirlari aniq bo'lgan shakllarninkini suzish, elish ishlari mashg'ulotlari ilib berdi. Lekin doim turmushimizda bundaq yaxshilar bo'lavermaydi. Masalan, bu rasmga o'xshash ba'zi shakllar, masalan, chosh, yung degandeklarning qirlari intayin rassiz qalay imkon bo'ladi. Biz bularni suzib olgan chog'da qanday qilamiz? Men o'xshash usul bilan men sehrli to'qmoq quroli men buni tanlamoqchi bo'lay. Tanlagan chog'da bizga buni intayin mukammal tanlab berolmaydi. Masalan, men tanlash quroli orqali, tez tanlash quroli orqali tanlasam, kengaytsam bo'ladi. Lekin menga intayin o'lchamlik udayn qilib berolmaydi. Lekin buning usulim oson. Biz buni cho'ng jihatdan tanlab olaylik. Cho'ng jihatdan biz o'zimiz tanlamoqchi bo'lgan doiralarni tanlab olib, qilsak bo'ladi. Biz buni qilish uchun davomli qo'yish belgisini lekin masalan ortiq bo'lib ketgan yerlar o'z qanday o'chiramiz degan chog'da kontrol tastiki alt belgisini bosgan chog'da qo'yish belgisi elish belgisi aylandi. Ya bo'lmasa biz buning yanadagi buni besib turib chekish orqali elib o'tib bu doirani taraysak bo'ladi. Men hozir bu doirani xato tanlab qolgan doiralarimni taxminan ilib bo'ldim. Ondan keyin kam qolgan yerlarni muvofiq usulda to'g'rilsam bo'ldi. Agar buning doirasini chambarning tanlash doirasini kengaytmoqchi bo'lsam, kontrol tastiki alt knopkasini besib turib, mousening o'ng tarafidagi cheksam qizil rangli holatga keldi. Men buni o'ng so'ngga surish orqali buning cho'ng kichikligini tanishlayman. Osti ustiga surish orqali buning g'uvoliq va tutuq aniqlik darajasini tanishlayman. Men bu shaklni qancha o'ng taraf sursam shuncha yo'g'on bo'ldi, qancha so'l taraf surgan chog'da shuncha kichik holat bo'ldi. Undan keyin men bu holatni tanlab olgandan keyin mos kelgan doirani tanlab olgandan keyin qo'yayotgan chog'da shu holatda cho'ng kichiklik bo'ldi. Agar men mousening so'l taraf o'ng tarafini chekib turib, yani alt belgisini besib turib davomli o'ng tarafini yo'g'on holatda qo'yayotgan bo'lsam, bu tanlash doirasi qilgan chambar intayin yo'g'on ko'rinadi. Men hozir muvofiq darajada kichiklik bo'lgandan keyin tanlash doiralarini bir qo'yib ko'rib o'tay. Umumiy tanlab bo'lgandan keyin men bu doirani hozir uzib olsam, nurg'un kichik ushoq jarayonlari kam qolgan bo'ldi. Men buni har holda mukammalroq ilish uchun qanday qilaman degan chog'da, mushadan tanlab bo'lgandan keyin mayli siz qaysi tanlashni tanlang, mayli ustidagi tanlash bo'lsin yoki tez tanlash bo'lsin, ustida qirlarni tangshash deydigan bir knopkani ko'rasiz. Bu knopkani ko'rgandan keyin yangi bir ko'znak ochildi. Bu ko'znakda biz tanlamoqchi bo'lgan doiralarninki nisbatan tanishlaymiz. Masalan, men buni texnik yaxshi elish uchun buning keyinidagi vaqtincha bizga berilgan doirani o'zgartirib qora akab turay. Qora akab bo'lib, men buningda birinchisi aqli radios deydi. Aqli radiosni nima degan chog'da men bu yerda tanlagan chog'da buni ko'rolmayman, chunki men bu yerda radiosni ko'rmadim. Ko'rgan chog'da
Ben bunu dairəsini tanış arqılıq özgərtmək bolğan dairəninki kengligini, tarlığını belgiləyman. Belgilab bolğandan keyin bunun sol tarafida ikki narsa bo'ldi. Birisi o'ng tarafni chekib ko'rgan chog'da birinchisi radiosini tanışash, yana birisi radiosini o'chiritish yoki shu tanishakni o'chiritish degandek. Biz buningda tanışash qurolidan orqali birinchisi orqali mush doim tanışalaymiz. Tanışash orqali men bilan bu radiosini o'chirib turay. Kam qolgan chash usullarni tanlasam bizga avtomatik suzib berdi. Agar men uqmay turib buni peshonasi qilayotgan bo'lsam qanday qilaman? Bu hech qanday ta'sir yo'q, chunki bu radiosini tanishaydi. Undan boshqa men hozir buni ko'rish, shu ko'zoynak bor tarafni tanishim kerak. Tanishish uchun men buni muvaffaqiyat cho'ngaytirishim kerak. Cho'ngaytirish uchun men control bilan plus belgisini bossam bo'ldi yoki alt bilan mouse'ni o'rtadagi chambarga cho'g'ilish orqali men uni tanishayman. Undan keyin bu doirani men kichiltirdim. Kichiltirishni alt knopkasini bosib turib, mouse'ning sol taraf, o'ng tarafini chekib, ma'an kichiltgandan keyin men bu doirani yerim odatda kichiltirdim. Aslında bu rasmning suzuklar ichida aniq bo'lmag'achqa, pek suzuk bo'lmag'achqa, ba'zi kichik nuqtalar ancha ko'ngillik bo'lmasligi mumkin, lekin biz har holda tirishaylik. Men bu holatni tanlab bo'lib, buni davomli kichiltib turay, muvaffaqiyatli kichiltib olgandan keyin buni control bilan minus belgisini bosib kichiltsak bo'ldi yoki alt knopkasi bilan control mouse'ning o'tir knopkasini jigiltish orqali tanlasak bo'ladi. Men undan keyin buni masalda sal cho'ngaytay, cho'ngaytib bo'lib, chochlariningki qirlarini yana tanishaytay. Tanishab suzib bo'lgandan keyin har holda hozir muvaffaq bo'ldi deb qaradim. Muvaffaq bo'ldim deb qaragan chog'da men buni endi maskalagan o'xshash chiqarsam bo'ldi yoki musbat talloqli holatda qilsam bo'ldi yoki yangi bir batga ko'chirib buni yangi bir qurib yangi bir bat rasm beti orqali hosil qilsam bo'ldi. Men buni qanday qilay degan chog'da hozir yangi bir bat hosil qilay yoki men buningga ostiga yangidan buni men maskalash degan bag'anasi so'zlab olgan chog'da tushunish hosil bo'ldi. Maskalash deganimiz nima degan chog'da ma'lum bir doiralarni ko'rinmaydigan holatdan ko'rinadigan holatga yoki ma'lum bir doiralarni ko'rinadigan holatdan ko'rinmaydigan holatga kelish. Men buni maskalab bo'lgandan keyin keyni taglik avtomatik maskalanib ketgachga biz bu suzuk bir taglik paydo bo'ldi. Men buni ham kichiltish uchun control bilan minus belgisini bossam bo'ldi yoki alt bilan chambarni cho'g'ilsam bo'ldi chambarakni va yoki shu ko'znakning ichidan biz yo'lboshchini taklif qilsak bo'ldi. Yo'lboshchini taklif qilgan chog'da yangi shakl chiqdi. Men buni kontrol taqsiz qo'shib yetay. Ostidagi o'ng so'lga surish orqali men buni har vaqt tanishalayman. Hamda uning ustida buningki kichiltirilgan nusxa ko'rinib turdi. Men endi buningga keyingi bir taglik kirgizay. Taglik kirgizish uchun bu yerdagi bir rangni hosil qildim. Qilib men bu so'lbatgan qulupli holatni o'chirib yetib, undan keyin tortib ekirsam bo'ldi. Tortib ekirib qo'yib chunki bu ustiga ko'chirib qolg'achqa butun rasmni o'chirib oldi. Men bu ikkisini taglikni o'rni almashtirayotgandan keyin biz tanlagan odam bilan keyin taglik o'zgarishi hosil bo'ldi. Bu mendan tabiiy holda tanlangan bo'ldi. Undan boshqa biz bu yerda bir ot bor. Bu otga o'xshaydi, chunki ba'zi yo'ng yoki choch degan o'xshash qirlarni o'zgartish mustavab kelib qolsa yoki qilish uchun qanday qilamiz degan chog'da biz yana shu usuldan foydalansak bo'laverdi. O'xshashlar qaytadan qilsak bo'ldi. Biz tez tanlash quroli orqali biz tanlamoqchi bo'lgan doirani saqlaymiz. Agar men doirani kengaytmoqchi bo'lsam, davomli qo'shsam bo'laverdi. Men ma'lum doirani tanlab bo'lgandan keyin bizga intayin tezlikda tanlab beradi.
Men bu nuqtani elishim kerak. Elishim uchun alt belgisini besib turib, elbette ilib basam bo'laverdi. Men bu doirani cho'ng jihatini tanlab bo'ldim. Agar men bu doirani azroq qo'shmoqchi bo'lsam, men davomli qilsam bo'ldi. Men bu doirani asosan tanlab bo'ldim. Endi men bu otni suzib chiqish uchun, ayirib chiqish uchun qanday qilman degan chog'da, yana o'xshashlar bundan tanishishdan foydalanay. Bo'lgandan keyin buningmi aqliy radiosini muvofiq tanishgan chog'da ondan keyin men yana shu qurol orqali buning qirlarini qilay, muvofiq darajada cho'ngaytay. Ma'lum darajada tanishib bo'lgandan keyin men buni boshqa kunga tortib o'zim ko'rmoqchi bo'lgan doir tanlay olaman. Tanlab bo'lib ma'lum darajada bu nuqtalarni tanlaydi. Buni intayin yaxshi qilish uchun siz inchiklik bilan qilsangiz bo'ladi. Bo'lgandan keyin ma'lum bir doirani siz yana agar uni aniq ko'rinmasin deb o'ylasangiz, aslidagi bu doir o'chiritish orqali biz bu doirani qo'llaymiz. Qanchada bu ya suzuk holat chiqmaydi, shu orqali tanishib ilib bora olamiz. Buni har vaqt almashtirib o'zingizning ehtiyojiga asosan foydalana olasiz. Ben bunu qilib bo'lgandan keyin bunimi mush holatda turaversin. Talon holat turaversin. Men endi mush holatdan keyingi taglikning rangini tangshish ilib bo'lsam bo'ldi. Masalan, bu yerda men tangshish orqali qilma, agar sizning kontrol taxtingizda tangshish bo'lmagan bo'lsa, siz ko'zdakning ichidan bu yerdan tanlash, ya'ni tangshish degan chekayotgan chog'da sizning kontrol taxtangiz ko'rinib bo'lgandan keyin men bu yerdan rangning to'yinish darajasi deganlarni o'zgartirish ilib bo'lsam bo'ldi. Hozir ot tanlab boshqa, men buni o'zgartsam butunlay otga ta'sir qiladi. Agar men otdan boshqa shu ot ta'sir qilmasin, muhit ta'sir qilsam, men bu tanlagan rayni butunlay aks akasam bo'laydi. Aklash uchun buning yanadagi knopkani besitib, men buning ta'sirini tanlayman dedim. Tabatgandan keyin yangidan bir maska qavatda hosil bo'ldi. Shuning bilan men rang tangshish ilib bo'lsam bo'ldi. Masalan, butun rangni o'zgartirish ilib boramdim yoki ma'lum bir masalan seriq rangga ta'sir qilsinmi? Tanlab bo'lgandan keyin ma'lum bir doir tanlandi. Tanlangandan keyin siz shuni azroq o'zgartirish ilib bo'lsangiz bo'ladi. Bu jihatda otga yoki boshqa shakllarga cho'ng ta'sir qilmaydi. Endi men otni sal boshqa o'zgartirish ilib qo'ysam, aslidagi holatdan, ya'ni otni tanlab ekib bo'lgandan keyin men buni otni sal o'zgartay. Masalan, qizilg'amoyil bebek shakl o'zgarib ketgan bo'lib qoldi. Masalan, men bu xil shaklni yaxshi ko'rgan bo'lsam, shakllantirsa bo'ladi. Diqqat qilsangiz, otning putida hozir qizil rang ko'rinib qolibdi. Nima ish degan chog'da biz bu rangni bayt tanlab bo'lgan edi. Ham biz buni qanday qilamiz degan chog'da hozirgi taglikning rangidan o'zgarish paydo qilsak bo'ldi. Oq va qora rangni ishlatamiz. Bu orqali biz uning ostida keyin so'zlaydigan mazmun qalam, ya'ni rasm qalami quroldan foydalanib turib biz ilib bora olamiz. Buning hozir kichik boshqa emas, sal cho'ngitish orqali qilay. O'z jarayonda masalan men hozir o'zgarish qilib qo'y. Hozir buni cheksam qanday rang bo'ldi? Bu o'zgarish bo'lmadi. Chunki men hozir oq holatda tanlaqliq. Men buni keyin chekindirib, men keyin taglik bilan old taglikning rangi almashtiray. Almashtirish uchun men knopka orqali bossam bo'ldi yoki knopkasining X harfini bosish orqali almashtira olaman. Endi bu holatda men bu holatni chekitay. Chekayotgandan keyin bu holat o'zgaradi.
Men yana sal uyg'ontib mush holatga kelib qolgandan keyin masalan men bu doirani o'zgartmayman degan chog'da yana o'xshashlar old belgisini mousening o'ng tarafini chekib turib bu holatni nihoyat kichiklatib men o't bayani yana o'chirib olsam bu tabiiylik qaytadi. Shu orqali tanishamiz kontrol bilan 0 belgisini bosgandan keyin knopkasini bosgandan keyin bu avtomatik eng mos kelgan holat cho'ng'iydi. Shu orqali biz holat o'zgartdik. Bu o'zgartgandan keyin kerak, bu oldidagisi o'zgartmagandan keyin kerak. Bu orqali siz xohlagan qilsiz ham tabiiylikni ishga oshira olasiz.